YouTube haqida 25 ta fakt. Salom do'stlar va YouTube ishqibozlari. Xfact kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizga YouTube haqida eng qiziqarli 25 ta faktni aytib beraman. Tayyormisiz? Unda ketdik. Do'stlar, faktlarni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Like va obunani bosgan bo'lsangiz, boshladik. YouTube 2005-yil 14-fevralda ishga tushgan. YouTube asoschilari Steve Chen, Chad Hurley va David Kern. Eng birinchi video Me at the Zoo David Kern tomonidan yuklangan. Google 2006-yil YouTube'ni 1,65 milliard dollarga sotib olgan. Har daqiqada 500+ soat video yuklanadi. Har oyda 2,5 milliarddan ortiq odam YouTube'dan foydalanadi. YouTube dunyoda ikkinchi o'rindagi eng ko'p kiriladigan sayt. 100 dan ortiq mamlakatda 80 dan ortiq til bilan ishlaydi. Eng ko'p obunachiga ega kanal T-Series. Eng ko'p ko'rilgan video Baby Shark Dance 14 milliarddan ortiq. YouTube Shorts TikTok'ga raqib sifatida 2021-yilda ishga tushgan. YouTube Kids bolalar uchun xavfsiz kontent. YouTube Premium reklamasiz va fon rejimida ishlaydi. Ko'plab odamlar YouTube orqali pul topmoqda. YouTube'da jonli efirlar ham bor. Tavsiya algoritmi siz ko'rmoqchi bo'lgan videolarni taxmin qiladi. Dunyodagi birinchi milliard ko'rilgan video Gangnam Style. O'zbek blogerlari ham dunyoga chiqmoqda. YouTube daromadi reklamalardan. Like, share, subscribe YouTube'dagi muqaddas trio. Creator Studio orqali statistikani ko'rish mumkin. YouTube biznes uchun kuchli platforma. Ko'plab mashhurlar aynan shu yerda tanilgan. Ayrim videolar 200 dan ortiq tilga tarjima qilingan. YouTube bilim, kulgu va ilhom maskani. Bu siz bilmagan faktlardan qay birini birinchi eshitdingiz? Kommentda yozib qoldiring. Yana shunaqa qiziqarli videolar uchun like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.